hozir Qo'shko'l tumani Baratlar mahallasi 574-konturda turibmiz. Ushbu konturda bir kontur mahsulot tamoyili asosida xalq banki bilan birgalikda qovun ekini ekilgan bo'lib, hozirda ushbu qovun ekinlariga kimyoviy ishlar va mahalliy va mineral o'g'itlarni berish jarayoni amalga oshirilmoqda. Hosildorlikni ta'minlash maqsadida o'g'itlar bilan oziqlantirib kelmoqdalar. Loyiha samaradorligini oshirish maqsadida ushbu konturga Nigara Agrocenter ishlab chiqarish kooperativi tadbirkor sifatida biriktirilgan bo'lib, ushbu 10 gektar yer maydonida 30 nafar dehqon xo'jaliklariga 33 sotixdan ajratilgan. Hozirda ushbu konturda birinchi hosil sifatida qovun mahsuloti yetishtirilib turgan bo'lib, bu yalpi hosili o'rtacha 290 tonnani, keyingi hosil sifatida sabzi ekilishi esa 130 tonnani tashkil qilishi rejalashtirilgan. Ushbu amalga oshiriladigan loyiha natijasida har bir dehqon xo'jaligi o'rtacha yillik daromadi 71 million so'm miqdorida daromad olishni ko'zlangan.